Yo, barchaga salom, sizlar bilan Super Nezit kanali previewdan ko'rgan bo'lsanglar kerak. Albatta bu video Nezit bu Nezerda uchirgan narsa bo'lib, u 16-15 balandliklarda mavjud. U orqali olmosli aslahalaringizni Nezitga aylanib kuchaytirishingiz mumkin, ya'ni olmosli narsalarni. Buning uchun Nezit yasash uchun 4 mana nezit quymak kerak va nezit aslaha yasashingiz mumkin. Va undan tashqari shablon ham kerak bo'ladi. U shablonni esa bastionlardan topasizlar. Bastiondan topgandan so'ng va nezit va shablon va olmos narsalarni birlashtirib, sizlar nezitli aslaha yasashingiz mumkin. Shunda aslahalaringiz yana ham kuchayadi. Ne qilib stop sizlarga Super Desang kanalim tavsiya beraman. U kanalda ajoyib desaginlar va arzongina narxlarda emas, albatta tekin hammasi. Mana previewdan namunalar esa mana ajoyib sifatli qilib yasaveradi ham albatta tekin. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Va u kanal o'zimniki, o'zim bemalol sizlarga yasab beraman. Meni obunachim bo'lsanglar, sizlarga sifatli qilib va undan sifatli qilib yasab berishim mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lgan bo'lsanglar, sizlar bilan Super Nezit kanali bo'ldi. Nezitni aytganimdek 15-16 balandlikdan topasizlar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Super Nezit bo'ldi. Like va salomlash esdan chiqmasin. Hammaga xayr.